Assalomu alaykum aziz bizani kuzatuvchilarimiz. Biz Navoiy shahridagi Navoiy Cherry Avtolife avtosalonidamiz. Ushbu avtosalonimiz Navoiy shahridan kelishda chap qo'lda joylashgan Mo'tabar supermarketiga yetmasi. Ko'plab hamshaharlarimiz ushbu adresimizni bilishadi, kelishyapti. Alshanoyev ko'chasi 68-uyda joylashganmiz. Ko'plab bizani yangi mijozlarimizga yangi ochilganimiz munosabati bilan ko'plab bonuslar qilib beryapmiz. Boshqa avtosalonlar qilib bermaydigan bonuslarni qilib beryapmiz. Barchalarni ushbu avtosalonimizda kutib qolamiz. Bugungi obzorimizda esa Arizo 6 Pro avtomobili. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi obzorimizda Cherry Arizo 6 Pro avtomobili. Ushbu avtomobilimiz 3 xil pozitsiyada mavjud. Birinchi pozitsiyamiz 239 million 900 ming so'm turadi. Ikkinchi pozitsiyamiz 254 million 900 ming so'm turadi va uchinchi pozitsiyamiz, ya'ni full pozitsiyamiz 279 million 900 ming so'm turadi. Ushbu avtomobilimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Ushbu bizning avtosalonimizda turgan avtomobilimiz aynan full pozitsiya, ya'ni 279 million 900 ming so'm turadigan pozitsiya. Ushbu pozitsiyamiz turbo motor bilan jihozlangan, ya'ni 1.5 turbo motor, 143 ta ot kuchi. Birinchi va ikkinchi pozitsiyalarimiz hamda uchinchi pozitsiyalarimiz o'rtasida farq shundaki, birinchi pozitsiyamizda 1.5 atmosferniy motor, ya'ni benzin tanlamas motor bo'ladi. Unga siz bemalol metan, propan gazlarni o'rnatib, misol uchun haydab yurishingiz mumkin. Ikkinchi, uchinchi pozitsiyamizda esa motor 1 xil, ya'ni 1.5 turbo, 143 ta ot kuchi. Ushbu avtomobilimizga siz gaz o'rnatmoqchi bo'lsangiz, faqatgina propan gaz o'rnatasiz. Demak, full pozitsiyamizning boshqa pozitsiyalardan ustunlik jihati shundaki, bu pozitsiyamizda faralarimiz LED fara bo'ladi. Birinchi, ikkinchi pozitsiyamizda esa galogen optika bo'ladi, ya'ni sariq yonadigan fara bo'ladi. Ushbu avtomobilimizda 360 kamerasi bor, adaptiv kruiz nazorati bor. Undan tashqari mashinamiz juda ham qulay, ya'ni lyuk bunda mavjud. Orqa o'rindiqlar, oldi o'rindiqlar, rul, oldi lavoylar qiziydi. Qishda ham hech qanaqa sizga muammo olib kelmaydi ushbu avtomobilimiz. Ushbu avtomobilimiz 17 diska bilan jihozlangan bo'ladi. Birinchi pozitsiyamiz esa 16 diska bilan jihozlangan bo'ladi. Ikkinchi pozitsiyamiz ham xuddi shunaqa 17 diskalar bilan jihozlangan bo'ladi. Marhamat. Mumkin salonlarimiz eko kojadan ishlangan, juda ham yoqimli salon. Ushbu avtomobilimizda ko'plab funksiyalar mavjud. Ularni birma-bir sanab o'tishga ko'p vaqtimiz ketadi. Rulimiz juda ham shinam rul hisoblanadi. Rul orqali siz multimedia hamda kruiz nazoratini bemalol boshqarib ketishingiz mumkin. Orqa o'rindiqlarimizda esa tirsaklagich bor. Tirsaklagichning albatta funksiyasi bor. Bu funksiya esa podstakanlik vazifasini ham bajaradi. Ya'ni siz o'zingiz bilan olib ketayotgan suvingiz yoki qanaqadir idishingizni bemalol unga joylashtirib ketishingiz mumkin. Demak, bagaj sig'imimiz bizda 480 litr. Aniqrog'i 482 litr. Bak sig'imimiz esa 48 litrni tashkil qiladi. Mashinamiz rasxodiga keladigan bo'lsak, ya'ni benzin rasxodi bunda 6 litrdan 10 litrgacha rasxod qiladi. Orqa o'rindiqlarimiz uchun ham deflektorlar kelgan. Bundan tashqari bu yoqda portlarimiz ham bor, ya'ni siz o'zingizni telefoningizni quvvatlab ketishingiz ham mumkin. Demak, endi ushbu avtomobilimiz Davrbank orqali 15% bosh to'lov asosida xarid qilishingiz mumkin. Men sizlarga taxminan qancha narx bilan qancha muddatga olishingiz mumkinligini aytib o'taman. Demak, ushbu avtomobilimizni men birinchi pozitsiyasini hisoblab beraman sizlarga hozir. Birinchi pozitsiyamiz 239 million 900 ming turadi. Ushbu avtomobilni 15% bosh to'lov bilan xarid qilmoqchi bo'lsangiz, 36 million so'm tannarxiga to'lov qilasiz, sug'urtaga 2 million so'm to'lov qilasiz va sizga 15 oygacha muddatli to'lovni biz taklif qilamiz. 15 oyga esa 13 million 594 ming so'mga tushadi sizga. Undan tashqari siz 36 oyga 12% bilan olmoqchi bo'lsangiz, 6 million 772 mingdan oyiga tushadi. Sug'urta to'lovi esa 4 million 590 ming. Agar siz 60 oy muddatga olmoqchi bo'lsangiz, 15% bosh to'lov asosida sug'urta xarajatlari 7 million 650 ming so'm, oylik to'lovi esa 5 million 67 ming so'mni tashkil qiladi. Mana hozir ekranlarga joyini kesib o'rasan. Marhamat qilib, biz mana ekrandagi ko'rib turgan grafiklar asosida mashinani sizlarga rasmiylashtirib beramiz. Agar boshqa batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bizning avtosalonimizni Instagram va Telegram sahifalariga murojaat qilishingiz mumkin yoki bizni call centrimizga telefon qilsangiz
menejerlarimiz, operatorlarimiz sizga to'liqligicha ma'lumot berishadi.